Qulov OKMKga ketganlardan, o'tgan mavsumni yaxshi o'tkazgan o'yinchilardan biri. Shuningdek, Diyorbek Ortiqboyev Paxtakordan transfer qilinganligi haqida ma'lumotlar bor. Uzoqdan yo'llangan zarbani ko'rishingiz mumkin va qanday gol uryapti Bunyodkor. Hisob ochildi 16-daqiqada. Ajoyib gol muallifi bo'ldi Nosirjon Abdusalomov. Atrofidan qaytaverdi. Xorazm himoyasini yorib o'tish Bunyodkor uchun mushkul bo'ldi. Himoyada rostdan yaxshi o'ynayotgan edi Xorazm. Keyin uzoq masofadan o'zini sinab ko'rdi. Yuqori 9-likka to'pni joylab qo'ymoqda. Mana bu rakurs ko'rsatadi hammasini. Darvozabonga qarang qanchalik qiyin bu to'pni olish. U oldinga chiqib ketgan edi. Va biz mana shunday chiroyli gol ko'rdik. Nosirjon Abdusalomov